qo'ziqo'chqorlarimizga qirg'iz naslli qo'ziqo'chqorlarga buni yem tayyorlanyapti. Xudo xolasa skuterda solinadi. Buni ichida nima bor deganlarga arpa, makka, bug'doyda duku, ya'ni drabilkadan o'tkazib beriladi buni. Arpa ko'proq yog'siz oqsil yig'ishga yordam beradi. Bug'doy donli selosni betiga solib beriladi. Ko'rishlaring mumkin. Narx-navosini qo'shimcha ma'lumotlarni telefonda gaplashamiz. Ichkarida yana bitta katta qo'chqorlar ham bor. Yana bitta qo'rada demoqchi edim, ya'ni. Mana bu tarafda 100 kilo atrofidagi katta qo'chqorlar bor. Naslga urug'qa qo'yaman deganlar bo'lsa, shishak deydi, 2 tish bo'lgan qo'chqorlar bular. Bitta 60 tacha mana katta qo'chqorlar bor. Xudo xolasa kunlar isib qoldi, yomg'irlar to'xtasa, junlarini olib turib yana bitta video qilamiz, bular sifatini ko'rasizlar. Aqiqaga, to'yga, marosimga, ehsonga qo'ylar kerak bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Dastavkalarni ham qilib beramiz kelishilgan holatda. Butun O'zbekiston bo'ylab demaymiz u, endi nechta olishlaringga bog'liq. Bu yerda Eston g'unajinimiz buni. Birinchi tug'ish, xudo xolasa 3 oylik bug'oz. Bu olasi sotilgan. Mana shunisi sotuvda bor. 2026-yil 5-mart chislosiga. Mana shu qo'chqorlarimiz ham sotuvda bor. 600 kilodan oshiq bu arqa fon doim qiziq bo'lgan aytganimda. Bu Novos Golden Fresh o'zimizda g'unajinlarni urug'lantirgani, hozircha u sotilmaydi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like ni bosib, chorvaga qiziqadigan, yaqinda xudo xolasa bahorda chorva qilaman degan tanishlarga tashab qo'yaverasizlar. Qo'ylarni qaranglar mana. Like bosishlarga arziydimi yo'qmi shu qo'ylar?